16 nafar bola dahshatli uydan qutqarilgandan keyin nima bo'ldi? Aslida eng hayratlanarli faktlar aynan shundan keyin ma'lum bo'ldi. Ko'pchilikni qiziqtirgan savol bu 16 nafar bolani hammasini o'zi tuqqanmi? Ha, farzandlarining hammasi o'zlariniki ekan. Sizlarni yana hayron qoldirmasdan ilojim yo'q, farzandlari soni aslida 16 ta emas, 18 ta bo'lgan ekan. Hozir hammasini tushuntirib beraman. Bolalarning onasi Elizabeth Siders bu ishdagi eng ko'p muhokama qilinayotgan shaxslardan biri. Sud hujjatlariga ko'ra, u 16 yoshidan homilador bo'lgan va o'sha yili Gary Siders Jr., ya'ni kichkina Gary Sidersga turmushga chiqqan. Hali u voyaga yetmagan bo'lgani uchun sud va qizning ota-onasi ruxsati kerak bo'lgan va shu ruxsatlarni olib, ular G'arbiy Virjiniyadagi suddan ro'yxatdan o'tishgan. Keyin 2 oy o'tib farzandli bo'lishgan. Ayrim ijtimoiy tarmoqlardagi postlarda ko'zim tushdi, uni 13 yoshdan farzandli bo'lishni boshlagan haqida aytilgan, lekin bu ma'lumot ishonchli rasmiy manbalar tomonidan tasdiqlangani yo'q. Yillar davomida Elizabeth kamida 18 nafar bola tuqqani hujjatlar bilan tasdiqlangan, ya'ni hammasini shifoxonada dunyoga keltirgan. Ular orasida 2022-yilda muddatidan oldin tug'ilgan, bir-biriga yopishib qolgan egizak qizlar ham bor ekan. Ular ko'p o'tmay vafot etishgan, shuning hisobiga farzandlari soni jami 18 ta. Hibsga olingandan keyin Elizabeth suddan garov puli, ya'ni $300 ming kamaytirishni so'ragan va bolalari bilan qayta birlash imkoniyatini berishlarini so'ragan. Yana bir tafsilot ko'pchilikni hayratda qoldirdi. Xabarlarga ko'ra, u qamoqda bo'lganida o'zi uchun taklif qilingan ayrim tibbiy muolajalarni rad etib, bu yordam va mablag'larni uni o'rniga bolalariga sarflashini so'ragan. Ba'zilar buni uning bolalariga hali ham qayg'urayotganning belgisi deb hisobladi, boshqalar esa bu harakatni yillar davom etgan e'tiborsizlikni oqlay olmaydi deb hisoblashdi. Elizabethning advokati uning o'zi ham jabrlanuvchi bo'lishi mumkinligini aytmoqda, chunki u juda yoshligida turmushga chiqqan va umrining katta qismini oiladan tashqarida, dunyodan ajratilgan holda o'tkazgan. Ammo tergovchilar bu bo'yicha hali ham hech qanday rasmiy xabar berishgani yo'q. Shunda Elizabeth Siders zolim onami yoki o'zi ham oilaning qurboni bo'lganmi yoki ikkalasi hammi? Siz nima deb o'ylaysiz? Izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Endi bolalarning otasi haqida Gary Siders Jr. U ham bolalarga xavf tug'dirish bo'yicha ayblovlar qo'yilgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, politsiya aynan uning uyiga e'tibor qarashining sababi jamoat joyida nomaqbul xatti-harakatlar haqidagi alohida ayblovlar sabab bo'lgan. Bu nomaqbul xatti-harakat nima ekan deb qiziqsam, u qo'shnilariga va jamoat joylarida o'zini yalang'och qilib ko'rsatgan ekan. Hali tergov tugamadi. Agar u barcha ayblovlar bo'yicha aybdor deb topilsa, o'nlab yillar qamoqda o'tkazishi mumkin. Keyingi shaxs bolalarning bobosi Gary Siders Sr. U ham shu uyda yashagan va qolganlar bilan birga hibsga olingan, ammo bir necha kun o'tib u jiddiy sog'liq muammosi sabab qamoqdan ozod qilingan. Rasmiylarning aytishicha, kichik tuman qamoqxonasi unga kerakli davolanishni ta'minlay olmagan. Hozir u sud nazorati ostida va unga qarshi jinoyat ishi davom etmoqda. Bolalarning buvisi Kristina Siders, u ham bolalarga xavf tug'dirish bo'yicha ayblanmoqda, ammo uning bu voqeadagi aniq roli haqida jamoatchilikka juda kam ma'lumot berilgan. Bolalarga kelsak, 16 nafar bolaning barchasi davlat himoyasi ostida. Ular haqida alohida keyingi reysda batafsil aytib beraman. Sirli arxivni kuzatib boring.